Assalomu alaykum. Bugun sizga aytib bermoqchi bo'lgan voqeam faqat menda sodir bo'ladi deb o'ylardim. Bilsam, butun insoniyatga xos ekan shekilli. Ko'ramiz, sizda ham sodir bo'lganmi, balkim sodir bo'layotgandir. Balkim ayni sizdagi holatni aytib berarman. Buni video davomida bilib olasiz. Agar video davomida men aytadigan holat sizda ham bo'lgan bo'lsa, o'z fikrlaringizni, tajribalaringizni izohlarda ulashib kelasiz degan umiddaman. Hop, bu holat nimadan iborat? Qisqa qilib aytganda, bu holatning nomi hozir izlanishlar dan kelib chiqib sizga aytishim mumkin. Ingliz tilida starting over syndrome deb atalar ekan. O'zbek tiliga tarjima qilsak, yana qaytadan boshlash sindromi. Xo'p, bu nima degani? Ba'zida biz ishda yoki o'qishda bo'lishingiz mumkin. Umuman qaysidir sohada faoliyat yuritayotganingizda, xuddiki ishlaringiz yaxshi ketmayotgandek, nimagadir u pachava bo'layotgandek, xullas sizdagi ish sifati yuqori emasdek tuyuladi. Va o'sha holatda xayol keladi, balkim men noto'g'ri joydadirman, balkim men munosib emasdirman bu joyda, yoki mening taqdirim bo'lmagan faoliyatim bilan shug'ullanayotgandirman degan holatlar keladi, o'y-xayollar keladi. Shunaqa paytda inson o'ylab nima qilishni bilmay, xuddiki yangi sohada ish boshlash haqida o'ylay boshlashadi. Masalan, mana shu ish o'xshamayotgan bo'lsa, demak boshqasida faoliyatimni boshlasam, birdan hammasi zo'r bo'lib ketsa kerak. Qaytadan noldan boshlasam, hammasini chiroyli qilib, bir boshidan mukammal tarzda olib boraman degan o'y-fikrlar keladi. Buni sababi perfeksionizm deb ataladi. Ya'ni hamma narsada mukammallikka intilish. Go'yoki bu hayot mukammallik. Lekin ba'zida unutib qo'yar ekanmiz, bu hayotni o'zi mukammal emas, bu dunyoni o'zi mukammal emas, hamma narsada kamchilik bor. Shuning uchun mukammal narsani qidirishni o'zi bir aqlli odamni ishi emas ekan. Va hozirgi xulosam, ayni mana shu paytgacha bo'lgan xulosamga ko'ra, biror bir narsani qaytadan boshlayverish, yangi sohada o'zingizni ko'raverish, o'zligingizni topishga yordam berishi mumkin, lekin vaqtingizni yo'qotishga ham olib keladi. Ya'ni buni xavfli taraflari ham bor. Misol tariqasida, mana shu siz ko'rib turgan videoda qo'yilayotgan kanalda, xususan Instagram sahifasini ham ko'pincha o'ylab, mutolaa qilib, ba'zi bir fikrlarni jamlab, analiz qilgan holatda siz azizlarga yetkazish uchun video olib, montaj qilib, uni qo'yamiz, lekin nimagadir ko'p prosmotr bo'lmaydi. Bilmadim, bu hammaga xos bo'lsa kerak. Hamma hozirgi mashhur o'sha fikrga ta'sir qiluvchi insonlarni ham boshlanishi balkim shunaqa bo'lgandir, balkim omad qushi qo'ngandir. Bizni omad qushimiz hali qayerlardadir adashib yurgandir. Xullas, ko'rishlar soni unchalik yuqori darajada kutganingizdek yuqorilab ketmaydi. Natijada o'ylab qolganman. Balkim noto'g'ri qilayotgandirman, balkim men qilishim kerakmasdir bu ishni deb ko'pincha chekinmoqchi bo'lganman va boshqa bir sohada, mayli o'sha video blogging bo'lsin, lekin boshqa bir sohada boshqacharoq formatda noldan boshlash fikr kelardi. Ya'ni sahifani butkul yopib, yangi sahifa ochib, yana bir boshidan boshqacha sohada, boshqacha sifatda video olishga harakat qilish haqida o'ylaganman. Lekin nimagadir baribir u narsani qilmadim. Bu qilmaganim ham yaxshi ekan, chunki mukammal emas hech narsa. Buni normal qabul qilishimiz kerak. Hozirgi kunda mediada ko'rayotgan hamma narsalarimiz, holatlarimiz bu necha bir chig'iriqdan o'tgan, necha bir marta qayta suratga olingan va montaj davomida qancha ishlov berilgan media mahsulotdir. Va mukammal bo'lish mumkin emas. Men hozir ko'rayotgan videoingiz ham mukammal emas. Harakat qilganmiz uskunalar va yoritish uskunalarini olishga, lekin bir narsani to'g'ri qabul qilish kerak. Tabiiylik menimcha baribir ustunlik qilsa kerak. Albatta bu ham bir eksperiment. Hozirgi olayotgan videomizda ham hech bir ortiqcha bo'yoqlarsiz qilmoqchimiz. Nimagaki qaytadan boshlamaslik uchun. Va hayotimiz davomida qilayotgan ishlarimizni agar qayta boshlayversak,
mukammal bo'lishini istab, noldan orqaga qaytib, o'sha start chizig'idan yana boshlayversak, biz har sohadan nimadir bilishimiz mumkin, lekin har sohada chala bilimga ega bo'lamiz. Undan ko'ra o'zingizni sohangizda qilib turgan ishingizda qiyinchiliklar kelsa sabr qiling, uni yechishga harakat qiling, boshqa tarafga o'tib ketishga emas. Ana shunda natijalar yaxshiroq bo'lishi kutilyapti. Albatta, bu aytayotgan fikrlarim faqat meni nuqtai nazarim emas, o'sha internetdan qidirgan holatda o'rganib chiqib, tadqiqotlar o'tkazilgan, xususan Hewitt hamda Flet ismli olimlar tomonidan aynan perfectionism and maladaptive coping kabi asarlar yozilgan, 1991-yilda o'tkazilgan ekan. Xullas, shunga o'xshagan juda ko'p tadqiqotlarni ko'rib chiqdim va bunda shunaqa xulosa beriladiki, to'xtamaslik kerak. Kichik bo'lsa-da qadam tashlash kerak, lekin hech qachon to'xtamaslik kerak. Boshqa yo'lakka o'tib yuguraman deb o'ylamaslik kerak, chunki hech qachon startdan boshlaganda o'z-o'zidan birdan yurib ketmaydi. Va bu fikrimni nima deysiz? Tasdiqlaysizmi? Sizni hayotingizda ham shunaqa bo'lganmi? Bo'lib turadimi? O'zingizni shunaqa his qilib turasizmi? Erkin fikringizni izohlarda qoldiring. Zero bu videoni boshqalarga ham yuboring. Balkim ular ham shu fikrlarda bir o'zi yakka holatda o'ylanib yurgandir va ular ham bilishsin, bu hislar faqat ularga tegishli emas, balki boshqalarda ham bo'ladigan holat ekanligini va mukammallikka intilishmasin. Ya'ni faqat o'zlarini mukammal tutishga harakat qilishmasin. Biz mukammal bo'la olmaymiz. Faqat unga nisbatan harakat qilishimiz mumkin, lekin hech qachon mukammal degan ta'rifni ola olmaymiz. Shuni to'g'ri qabul qilgan holatda yashasak, menimcha hayotimiz ham osonroq bo'ladi. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr. Sizning fikrlaringiz muhim. Izohlarda yozib qoldiring. Videoni boya aytganimdek, iloji boricha ko'proq odamga tarqating. Bu bizni faoliyatimizni, motivatsiyamizni qo'llab-quvvatlaganingiz bo'ladi. E'tibor uchun rahmat.